Nega siz o'zbeklar yo'l qursangiz, yo'llaringiz 1 yilga bormay cho'milsa bo'ladigan basseynga aylanadi? Kunchiqar Yaponiyadan siz o'zbeklarga, biz yaponlardan tushunarsiz odatlaringiz uchun savollar. Biz yaponlar tizimda xatolik bo'lib, odam o'lsa yoki davlatga zarar yetsa, hattoki bosh vazir bo'lsak ham o'z ixtiyorimiz bilan iste'fo beramiz. Siz o'zbeklar hatto korrupsiya va jinoyatda gumon qilinsangiz ham, davlat byudjetini sovurib, oddiy xodimlarni so'ksangiz ham, qaytanga lavozimingiz oshadi. Eng muhimi, nega umringiz oxirigacha kursiga yopishib olasizlar? Nega siz o'zbeklar chet elda qiynalib pul topsangiz ham, pulingizni keraksiz to'y dabdabaga sarflab, qarzga botib, yana belingiz og'rib Rossiyaga ketasiz? Biz yaponlar pulimizni ilm-fanga sarf qilamiz. Natija esa siz bilgan mashhur brendlar va dunyoga mashhur yapon mo'jizasi. Biz yaponlar yo'lga ayamay asfalt solamiz, sifatli quramiz. Chunki bu yo'lda o'zimiz yuramiz, o'zga sayyoralik emas. Mana shu ko'rib turgan yo'lingizga 50 yil